Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Xullas kalom akalar, hozir bitta video keldi. Короче, tarqatinglar, shok, bunaqa bo'lishi mumkin. Tarqatyapti hamma bir-biriga ana videoda shaki. Men akalar musofirda yuribdi degani, bular bir jicha bilan saviya oshib ketdi deganida. O'z aslida aka O'zbekistonda uyda o'tirib, ishi yo'ta demayapti-da, bular chet eldan bo'lsa ham ish topib, Rossiya, Yevropa qayerdan bo'lsa ham ishini topib, nonini topib yeyapti. Dona odam. Bunga ona bilan birat video tashlayapti. Yerga kartani tashlab qo'yib, mana kartani olib ishlatib yurmanglar. Короче, bu чисто postava, bo'lasiz, ko'p bo'lasiz, sizni urushga jo'natib yuboradi. Falon. Shunchalik to'poy deb o'ylaydimi? Bu bizni bilan jon akalar bilan ashini videosi bilan rekda yuribdi-da. Hamma bir-biriga tashlayapti. Sizlar ham jicha o'ylamaysizlarmi? Kim qiladi bu ishni? Aka, yerdan karta topib ishlatasizmi siz? O'zingizga savol bering aka. 300 so'm, 400 so'm pulini ishlatib qo'yganingizga qamalib ketasiz deyapti. Ha bo'lasan-da jon aka, men mana akalar deb mehnatlar qilyapman. Mana hozir stand up boshlaganman, stand up qilamiz deyapman. Mana konkurs boshlab qo'yganman. Tarqamaydi, hech kimning xabari yo'q. Kanalimda, Telegramda 150 ta odam o'tiribdi. Aka, like podpiskaga pul so'ramayapman. Men bilet pulli xolos akalar. Bilet olaman desangiz pulli. Qolgani bepul aka. Like bosing, podpiska uring, bepul. Kartani tarqatinglar desa tarqatib yotibdi-da. Unamasda.